Assalomu alaykum. Avvalambor G'uzor xalqi. Bugungi sotilayotgan uyimiz Ibn Sino ko'chasida joylashgan. Obod Mefeyi. O'zi dokument bo'yicha 4 xonadan iborat, lekin xonalar soni 7 ta. O'zini qo'shimcha отдельный havuzi bor. 6 tonnalik, 6 tonna sig'imga ega. Bu yerda qo'shimcha kladovkachasi bor. Tandir ayvon, o'choq qurishga imkoniyati bor. Bu yerda qo'shimcha o'tinxona vazifasini bajaruvchi kladovkachasi bor. Kichkinagina hovlicha. Mana ki oldi ayvon. Bu yerda bitta qo'shimcha xona, 3 ga 3 xonamiz. Bu xonamiz qishki oshxona vazifasini o'taydi. Yo bismillah. Mehmonxonasi 3 metrga 8 metr. Mehmonxonasi sharoiti. Mehmonxonadan kiramiz. Kirib kelgan o'ng qo'l tomonda yana ikkita xona. Hozircha bu omborxona vazifasini bajaryapti. 3 ga 3 bitta xonamiz. Bu xonamiz 3 ga 4. Remontlari o'rtacha remont. Bu yerda bitta kichkina xonachamiz bor. 2,5 metrga 1,80 atrofida. Buni bemalol qo'shimchasiga hammom yoki oshxona qilib ishlatsa ham bo'ladi. Va bo'lmasa o'rta devorimizni terib, bu yoqdan eshik ochsa bo'ladi. Eshik ochib, qo'shimcha отдельный xo'jalik qilib olsa bo'ladi. Bu yoqda 3 ta xona, bitta qo'shimcha xonachasi. Bundan keyin chiqamiz. Ayvonlari, qo'shimcha yo'llari, mana bitta oshxona. Birinchisi mana ki oshxonachasi. Eshiklari ham mallayimdef va akfadan qilingan. Ikkinchi xonamiz. Bu xonamiz 2,40 ga 5 metr. Bunimiz ham xuddi shunaqa 2,40 ga 5 metr. Zonasiga kirib kelamiz. Mana bu yerda hammomi. Hammomi issiq suv, sovuq suv, ariston, hamma sharoitlari bor. Rakvinalari ishlaydi. Unitazlar ishlaydi. Rakvinalar ishlaydi. Hamma sharoiti bor ekan. Bu yoqda qo'shimcha родительский yotoqxona. Ota-onalar uchun yotoqxona bu. Yotoqxonadan iborat. Jami xonamiz hozir u tomonda 3 ta xona, bu tomonda 3 ta xona, 6 ta xona. Qo'shimcha yozgi oshxona bilan 7 ta xonalar hisobi. Sentrda rayon markazining ichidan Oriental Shurtan bolalar bog'chasini orqa tomoni, bu tomondan to'g'ridan kelsa Emir zapravkani to'g'risidan kirib kelsa bo'ladi. Bahosini 400 million deyilyapti. 400 million ichiga kiradi. Xolodilnik qoladi. Xolodilnigi tufli quygich podstavka qoladi. Gaz plita qoladi. Duxovka qoladi. Mikrovolnovka qoladi. Bu xona ko'rgan hamma narsasi qoladi. Xon taxtasi qoladi. Gilamlari qoladi. Qo'shimchasiga bonus tariqasida ikkita ventilyator qo'shib beriladi. Stol ham komplekt nabor stol ham qoladi. Yana kimga qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Shu nomerga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Aytilishi 400 million so'm savdosi bor. Agar savdosi bo'lsa, qo'shimcha narsalar qisqarishi mumkin. Yana kelishiladi.